Assalomu alaykum azizlar. Mana navbat obyektimizni bitirib oldik. Bismillah. Kirganimiz azizlar, bu yerda razmerlari 180 ga 1,5 metr, bo'yi 2,25 sm. Devorlarimizga shunaqa tilla rangdagi PVC panel yopishtirdik. Kirganda chap qo'l tomonda sement stilimiz azizlar va postavkamiz, patorlarimiz ham shunga mos rangda bo'ldi. Bu yerda bitta portichkamiz bor. Bitta plafon, veshelkamiz azizlar shu holatda. Bu yerda poli o'zi oldindan bor ekanda, eski qolmaganda shuni bir qator devorlarni va patorlarni remont qilib berdik, YouTube qilib. Bu hammom azizlar har kunlik videosini Telegram kanaliga tashlab qo'yganmiz. Telegram kanaliga o'tib ko'rsanglar bo'ladi azizlar. Shunaqa holatda gullarga to'g'rilab bitirib berdik azizlar. Bu tomonda ham shunaqa qilib, chiroyli qilib stiklar bilan. Kimgadir ishlarimiz yoqqan bo'lsa xursandmiz azizlar. Like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.